Assalomu alaykum. Qadrli yurtdoshlar, Nurli Olam kanalining mehmonlari va kuzatuvchilari. Sizlar bilan yana men Akmal aka. Bugungi temamizda aminokislotalarda oddiy holatda uy sharoitida tayyorlash sirlari bilan gaplashamiz. Undan oldin bir yangiligim bor do'stlar. Mana dekabr oyi kelyapti. Kimgaki Rossiyadan yangi ko'chatlar kerak bo'lsa, menga Telegramdan yozinglar. Chunki men kimga nechta kerak bo'lsa, shunga qarab o'z zakasiz qilishim kerak, men pul chiqarishim kerak bo'ladi. Keyin men olishim kerak edi degan ochiqcha gap so'zlar bo'lmasligi uchun hozirdan Telegramga menga yozsanglar, men u yoqqa zakat chiqarishim kerak. Rossiyaga, Krasnodarga. Xo'p do'stlar, oddiygina qilib uy sharoitida aminokislotalar tayyorlash uchun bu juda ham oson. Bu bilasizlar, aminokislotalar nimaga kerakligini. Aminokislotalar ko'chatlar, hattoki insonlar, hayvonlarda ham juda ham kerakli narsa hisoblanadi. Chunki aminokislotalar bo'lmasa ko'chatlar holi qurib qolgandek, o'sishni xohlamasdan, mevasi katta bo'lmasdan yoki qizargan bo'lsa, ayniqsa hozirgi holatda ob-havomiz sal salqinroq, kechasi ayniqsa salqin bo'ladi, kunduzi bilasizlar quyosh energiyasidan, quyoshdan barglari quvvat olib, uni quvvatini kechasi hosilga sarf qiladida. Asosan hosillar kechasi qizarib, kechasi kattalashadi. Shu maqsadda kechasi hozir havo sal salqinroq bo'lganligi sababli aminokislota juda ham ko'p kerak bo'ladi. Uning uchun 1 litrlik yoki yarim litrlik idishga, bankaga, 1 litrlik banka olib, unga 2 qoshiq magniy sulfat yoki kalsiy nitrat, o'zi dehqonchilikda kalsiy nitrat ishlatiladi. 2 qoshiq o'shandan yo kalsiy yoki magniy sulfati 2 qoshiq solib, 100 gram drojani solib, iliq suv quyib, yarim litr iliq suv quyib, shuni aralashtirib, eritib, aralashtirib 2 kun xona temperaturasiga qo'yib qo'ysanglar, 2 kundan keyin olib 10 litr suvga 2 qoshiqini yoki 3 qoshiqni aralashtirib, bargidan o'simliklarga sepib ishlatishlar mumkin. Buni haligi monofosfat kaliyga qo'shishingiz mumkin. Biogomni sepsangiz unga qo'shishingiz mumkin. Yoki sut, bor, shunaqa kirsovun ishlarga qo'shib sepganda biogomuz bilan bundan 2 qoshiq qo'shib sepsangiz bo'ladi. Har doim ishlatsangiz bo'ladi. Juda ham effekti zo'r. Yaxshi anaqa effekt beradi. Shu bilan bugungi ko'rsatuvimiz yakunlaymiz do'stlar. Keyingi efirda uchrashguncha xayr, salomat bo'linglar.